Shlapida tillalarni turlatish kerak. O'g'lim, Uyning egasi bor ekan-ku. keldingmi? Bilmabdi, xat bor ekan, qarab o'qi. Bu onaxon xotirasini yo'qotgan. O'g'lini 30 yildan beri kutadi. Agar qaytsa, bor davlati va mana shu uyga qoladi. Keldim, onajon. Qo'ylarga yem ber, och qolib qoldi, ba qo'yotibdi. Bo'ldi, beramiz. To'xta. Shunda mol davlat maniki bo'ladimi? Yo'q, meniki. Meni o'g'lim deyapti. Kimni o'g'lim deyapsiz? Senada, ana o'risga o'xshaydi-ku. Mayli, siqilma bo'lamiz. Zato uyli bo'lamiz. Nima onajon? Onajon, qo'yga qaraymiz. Ma. Omad qara, jonajon, o'g'illikka tushib uyli bo'ldik. Omad endi bu. Ola, Lapay onajon. idishtoqlarni yuvib qo'y. O'sha oshga Uyli bo'lyapmiz, jinda yumshoq yuvibmiz. Yur. Xo'p bo'ladi onajon. ikkita pasib yo'q. Ha. Qo'lda Ola. Qizim kelguncha kirlarni ham yuvib qo'y. Bekor ketmagan ekanda bir bolasi. Yo'q, qizi ham bor-ku hali. Zato o'g'ilga qoladi, meros qizga qolmaydi, jinda. Bo'ldi onajon, hozir qilamiz. Xo'p bo'ladi onajon. Yo'q, onajon, parashok yo'q ekan-ku, nima deyapman? Mana aprel parashogida yuvasan. Zo'r parashokku. Kirlaringni toza qilib yuvadi. Hidi ham zo'r. Bo'ldi, shunda yuvamiz. Yuvib chiqam. Assalom. Ana qizim keldi. Qizim? Men tushunmadim. Nimaga sizni qizim deyapti? Men ham 5 yil oldin sizga o'xshab o'g'irlikka tushdim. Atda turgan xatni o'qidim, xizmatini qilib yurdim. Yaqinda qizi yo'qolib qoldi. Shundan buyon qizim deydi. Chidab yuribman, merosga ega bo'laydi. 3 ga bo'lamiz ekan bunda. Qizim, Labbay onajon. akalaringga ovqat qilib ber. Xo'p bo'ladi. Osh qilib bering, singlim. Salat ham bo'lsin. Singilmi, opami bu menga? Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Ya tomda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deyman-da. Qattuye. Ya o'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi? Sigaret almashtiring. Hozir bunda qirsilab chekadiganlar bor, shunaqadan cheking. Ha. Tomda tursam buchoq ko'payib ketibdi. Bunday qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'lib, bunday qarasam quyib qo'ygandek sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu kaltak X Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor, mana vazelin kalish, ya'ni vazelin kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chekmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsak, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Bormasinlar o'g'il bola. Qo'rqitib yubordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Machishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashlab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tuti tagida itni rasmi-dechi? Tuti tagida itni rasmi. Ha, ketdik. Mehnatkaşim. Hadi qara. Poponing keldi, qara. Sen jinni uyaltirma, jinni. Bulbulim? Mehnatsevarim. Uzoqcha o'tib ketmadimi? Yo'q, to'ygacha o'zimni ehtiyot qilyapman. Qornim ham och qo'ygandir, ovqat olib keluvdim. Namuncha mehribonsan, bulbulim. Qaydam? Hammani ham qizchasi bo'lsa deganda. Uyaltirma, jinni. Bo'pti, poponi men mo'yka qilay. Kotletingdan mana. Yo'q, bu yerda men baxtliman. Men baxtliman. Men baxtliman. Pahlavonim, kiyimlarni ham yuvib bo'ldim. Yana bir şey ayting, yuvib beraman. Ko'ra, uylanishga zo'r qiz topgansan-da. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin baxtimizga. Dadajon, oyijon yaxshilarmi? Yaxshi. To'ydan keyin o'zim yaxshilab qarayman. Evoh! Taqdirim buncha go'zal. Mehribon xotin, bu choy poy damlamaysanmi? Uxlayapman men, yo'qol! Onam bilan dadamga qarayman deganding.